Ko'pchilik mana shunaqangi giyohlarni ko'radi, lekin nimaligini bilmaydi, bilishni xohlaganlar ham ko'p. Shuning uchun bir nechtasi bilan tanishtirib chiqaman va shu tanishtirganlarim orasida siz ishlatib ko'rgan giyoh chiqib qolsa, effektini kommentga yozib ketinglar, chunki hali ishlatib ko'rmaganlar uchun foydali bo'ladi. Xo'sh, mana bu rivojlanish ildizi hozirda juda ko'plab sahri bor insonlarga juda ham zo'r yordam beryapti, ya'ni sahrni me'yorlashtirish uchun. Va bunisi qora andiz tomiri, prostata va bo'g'im muammolari uchun juda ham mashhur hisoblanadi. Va bu yoqda krasniy shotka bilan baravay matka bu ayollardagi gormonal muammolarga, ya'ni jenskiy muammolarga ishlatiladi va juda ham foydali. Va bu yoqda qora goji bu ham hozirda mashhur ko'z nuri va sahr uchun juda ham mashhur hisoblanadi. Mana bizda qizili ham bor. Bu ham sahr, ko'z nuri va kayfiyatni ko'tarish uchun ishlatiladi. Va bu yoqda besmertni o't qopida muammosi borlar uchun ham juda ham yaxshi yordam bera oladi, ayniqsa o't qop dimlanishiga. Bu qalampir munchoq. Hamma biladi buni, hozirda mashhur o'zi. Bu rastaropsha urug'i jigar uchun eng yaxshi giyohlardan hisoblanadi. Bunisi xelba, oshqozonda muammosi borlar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Va bu yoqda psilium postdog'i hozirgi paytda ozish uchun juda ham ko'plab klientlarimizga berdik. Effekti juda zo'r. Ichaklarni tozalash va qabziyat uchun ayniqsa. Va bu yoqda barcha turdagi tabiiy yog'larimizdan bor. Mana ko'rib turganingizdek, bu qora sedana yog'i immunitet ko'tarish va shamollashga qarshi juda ham foydali. Bu rastaropsha yog'i jigar uchun ayniqsa. Bu qovoq yog'i prostata va yosh bolalardagi gijja va parazitlar uchun foydali hisoblanadi. Bunisi achchiq bodom yog'i, bu ham shamollash va soch uchun ishlatiladi. Bunisi oq kunjut yog'i, kalsiy, bo'g'imlar uchun juda ham foydali hisoblanadi bu ayniqsa. Bunisi ablipixa yog'i, oshqozonida muammosi borlar uchun, bu qalampir munchoq yog'i, bu shamollash uchun juda ham ko'pchilik biladi buni ham. Va bu yoqda bizda artishokimiz bor, choyi bilan mana bunaqangi siropi komplekt, bu ham jigar va o't qopi uchun juda ham foydali hisoblanadi. Ko'pchilik biladi va bu o'sha mashhur harnub siropi, jigardagi yog'larni eritish uchun. Va bunisi jenshen ildizi quvvat oshirish va immunitet ko'tarish, yana prostata uchun ham juda ham zo'r foyda bera oladi. Shunaqangi giyohlar haqida hech narsani bilmaydigan tanishlaringiz bo'lsa, jo'natib qo'ysangiz foydali bo'ladi. Manzilimiz esa Yunusobod dehqon bozorida, mana 494-rasta sifatli ziravor, shunga qarab kelaverasizlar. Barcha turdagi giyohlarimizdan xarid qilishingiz mumkin.